Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar, tomoshabinlar. Azizlar, stejga so'ragan aka-ukalarimiz uchun shu nasib bo'lsa ustalarimiz tugashi 9-aprel kecha tugatib bo'lishgan. 80 kvadrat bo'lgan joyimizga qancha mahsulotga yetdi, usta haqqa aytib o'tamiz. 2025-yil. Ushbu joy Qashqadaryo viloyati Kasb tuman o'sha Oqqamish mahallada joylashgan. Mana bu yonboshlarini kovlab tushirishgan. 17 metr uchastkani uzunligi, 2,5 metr to'liq mana pastgacha bo'lgan chuqurlik bilan qozib va yonboshlari ham mana hozir ko'rsatib o'tamiz. Chuqur qilib qozib o'sha olmishli apalabga tushirilgan, yerni ukloniga qarab qilingan. Past baland, ayrim joy 50, ayrim joy 40, 60 o'shanday bo'lgan. Bu joyimizga hozir 42 xalta, ya'ni 2 tonna 100 sement ishlatilgan. Ya'ni 2 tonna hisoblasam bo'ladi, 2 tonna sement ketgan va 80 kvadrat joy. Ustalarimiz 40 mingdan qilib berish tayin, avtomasini tekislab, jilkalar tortib qilib berilgan. Baho berasizlar mana. Kasb tumanida tugadi bu joy. Yonboshlaridan katta kavlab qo'yilgan. Ruchnoy mikserda qo'yilmagan, ruchnoy qilingan. Hozir mikser ham juda ommalashib ko'payib ketdi. Mikserda asosiy sababi ruchnoyga nisbatan bir xil qilib qoradi va to'xtamaydi u. Ruchnoyga endi o'sha rastvor, o'sha nima deydi, massasi, ya'ni qo'shiladigan massasi sal ozroq yoki ham ko'proq bo'lishi mumkin. O'sha hisobga olinadi. Oldindan o'sha ruchnoy qilib kelingan mikserlardan oldin ham va o'sha ishchi kuchini ham nima deydi, kamaytiradi, ya'ni vaqtdan yutsa bo'ladi. Mikserning foydasi shu, faqat o'sha plyusi. Keyin bir xil qorishida, ya'ni to'xtamay qorib turadi, massa bir xil bo'ladi. Mana baho berasizlar, kecha tugatishdi nasib bo'lsa. 3 kundan keyin to'liq suv sepib turilsa, o'sha 72 soatda qotib zabardast bo'ladi. 80 kvadrat bo'lgan joy tugadi. Bir mashina chag'il olingandi, mana bu yerda to'kilgandi. Bir maz, ya'ni kichkina mashina bilan olingan. Qumimiz mana bir havodan shuncha qoldi. Va 2 tonna 100 sement ishlatilgan. Azizlar, qisqacha video bo'ldi. Omon bo'linglar, bizni kuzatganlarga. Nasib bo'lsa yangi videolarga chiqarib turamiz. Har kunlik sveji. Qo'ldan kelgancha o'sha kommentariyada qolib ketgan savollar bo'lsa yozinglar, bemalol aytib boraveramiz. 15 ga to'rlik mana bu joyimiz. 17 ga nariyoq pastki qismidan 2,5 metr atrofida chiqadi. Rahmat barchaga, topganlaringizga Alloh baraka bersin. Bu g'ishtni ham o'sha Abdul Sofgan navolari hammasini chiqarganmiz. Kuzatib boringlar, omon bo'linglar. Barchani topganga Alloh baraka bersin. 9-aprel 2025-yil bugun. 40 mingdan usta bo'ldi metr kvadratiga. Nasib bo'lsa Shilaka blok o'sha ishga turka barcha qurilish ishlari reklamalarni chiqarib boramiz, reklama qabul qilamiz, murojaat qilinglar. Biz bilan ishlamoqchi bo'lganlar. Katta kanallarimiz ko'p. Sog' bo'linglar. Hammaga rahmat.